Bugungi programmamizda yozuvchi Abdurahim O'tkirning Şinjan Xalq Nashriyati tarafidan nashr qilingan Uyg'ongan Zimin nomli 2 qismlik tarixiy romanining 1-qismining davomini anglatamiz. O yer yuzqurlarning zulmidan qutuladigan ish bo'lsa, baratma jengi barg'ay. Men bu yolg'iz o'g'limni o'zlagi tutdim. Bağlar qurup ketsin. Sizga zongning kerki yo'q. Hey o'g'li, yomonlikdan o'zingga hamroh bo'lg'ay. Senda qo'lingni qonga palturmoq ekansan-da. Eydinglar-ku. Endi qanday qilamiz? Bularning qala harvasida to'shqon tutilganligini unutib qopti u go'vat. Tömür akamning qabrisiga qarab boqib ekan. U qabridan hilimi daryo hasrat nadomat yoshlari ikki turibdi. Yig'idan qichib, yiqilib o'lguncha maydonda elishib o'lgan yaxshi. Ben bir tomchi qiynib qog'ich so'qishiman. Düşmanga el bo'ladigan xotin yo'q. Texi onasining qornidan yerga tushmadi. Bu yağlıqni aşu qarıqaş qız buningdan 1 yil burun Manglik Niyaz palvonlikqa tanlanib shaharga mangar chaqda uningga yo'lliq qilib tutgan edi. Uning ichidagi mashhur yiplar bilan atir sopun Manglik Niyazning shu qizga atab olgan bozorligi edi. Manglik Niyaz tugunchakni qo'yniga selib o'tib, xuddi shu qizni ko'z o'ngida ko'rayotgandek misol damlarining she'r xiyoli bilan chiroyi guldek echilib o'zini to'yga ketayotgan yigitdek xushal sezadi. Biroq kun batar chog'da atrofi toqir tog'lar bilan o'ralgan birinchi qo'nalg'uga yetib kelish bilan uning bu xushalligi shamolga uchib ketdi. Anda sanda cho'qchiyib turgan ko'rimsiz tam uylar qatorida atrofi pakar so'qma qo'riqlar bilan o'ralgan dangning oldida bir to'p qurolliq cherik tashkishini orig'i elib so'roq qilyotdi. Bu kishilarning hammasi degudek Manglik Niyozga tonish sho'pulliq odamlar edi. Dangning ichida yuk ortilgan tugilar g'ujmaklashib turardi. Ba'zida tugi ko'ldirmalarning parishon jaranglab ketishlari anglanib qoladi. Manglik Niyoz hayron bo'lib darhol otdan tushdi-da, chetda qarab turgan kishilar orasidan o'ziga tonish bir bovayni tepib, "Nima gap bu bova?" deb so'radi. Bovay yashanqirab turgan ko'zlarini yengi bilan surtib turib, ahvolni so'zlab berdi. Ma'lum bo'ldiki, sho'pulliqlar har yildagiga o'xshash topgan targan orpa bug'doylarini 5 tartim tugiga ortib, 20 yillik o'zqi uchun qumul tugmanlarda un tartib chiqqan ekan. Neriqi chazidagi cheriklar, "Sizlar bu ullarni o'zinglar yeyishga emas, tashqi Mo'ng'ulga opirib setishga etmingizlar" deb ularni to'sibdi. Manglik Niyoz etini yetilab cheriklarning qishig'i keldi. U o'z ko'nglida sho'pul xalqining 1 yilda oladigan ochliqi chetga setish tugul o'zining yiliga aram yetadiganligini. Hozirli shundoq emas, azaldan har yili mush xilda uydan yig'ilgan ochliqni o'tni lop qutqilingan tugilarga ortib, qumuldan un tartib chiqadiganligini cheriklarga tushundirmoqchi edi. U amdili gap boshlay deb turganda, cheriklarning biri uni to'nib qilib, bir nimalar deb varqirgan peti uning yoqasiga esildi. Bu yiliqi kuni suv qovuqdagi tuz vaqasida tayoq yegan Uyg'ur cheriklarning biri edi. Hayt-hoyt deguncha cheriklar Manglik Niyozni urib yotqizibdi. 5 tartim tugini ustidagi 10 tog'orlar bilan podshohlik qilindi deb chakarladi. Tugichilarni adi tong etish bilan shaharga opirib, Lyusijonga topshiramiz deb put qo'lini bog'lab bir uyga solab qo'ydi. Qovulroq bir cherik, ehtimol cho'ngi bo'lsa kerak,
Manglik Niyozning yenida turgan qarigir dönanni tizginidan tutib minmoqchi bo'lganda, u oldi putlari bilan chopchip cherikni yaqin keltirmadi. Cherik asabiylashib uni qamchilashga boshladi. Qarigir dönan tizginini bir siyirib, cherikning qo'lidan chiqib ketdi. Gugum pardasi bilan purkangan qilin idirliqlar orasida ko'zni yumib ochqicha g'oyib bo'ldi. Yiliqi cherik onang ne deb og'zini buzg'inicha levini tishlab qoldi. Bayiqi buvayning taklifi bilan bir necha kishi Manglik Niyozni uning oddiy kapisiga akirib qo'ydi. Buvayning jufti oqchashliq mo'may uning bosh ko'zidagi qonlarni surtib, yorillarga paxta kuydirib bosdi. Tog' piyizi qo'shib pishirilgan bir tovoq arpa ko'jisidan keyin Manglik Niyoz uyquga ketdi. Tang sahari to'g'ri chillash bilan tang qarigir dönanning kishnigan ovozi uni uyg'otib etdi. Xudoyimga omonat. Uyingga omon esan berib ol bolam, dedi buvay duoga qo'l ko'tarib. Manglik Niyoz buvayning quruq suvaydek o'riq qo'llarini olqiniga elib ko'ziga surtdi va qarigir dönanning yolini asta silab qo'yib, jimjit tumanliq tong qorong'usida Shopul tarafga ravon bo'ldi. Shopul Qumulning 120 necha kilometr sharqiy shimoliga joylashgan eng chet yurtlarining biri bo'lib, burunqi zamonlarda Tov-Teg'i deb ataladi. Uning shimoliy tarafi egiz qarliq tog'lar bilan o'ralgan. G'arbiy shimol tarafida qarliq tog' cho'qqilari ko'rinib turadi. Shu tog' tizmalari orasida sharqiy shimoldan g'arbiy janubga so'zilgan bir jilg'a bo'lib, bu jilg'ining sharq tarafi Qo'ray, g'arb tarafi qorong'u kechik deb ataladi. Har ikki jilg'a bepoyon ketgan chimanzari yayloqlarga tutishadi. Shopulluqlar baraqsan tog' teraklari, oricha va qirchintallar bilan qoplangan oshu jilg'alardagi alvak tog' suvlaridan foydalanib, bir yoqdan teriqchilik qiladi. Yana bir yoqdan bepoyon yayloqlarda qo'shimcha chorvachilik bilan shug'ullanadi. Tömür xalpi yig'ilqidan keyin Shopulluqlardan Bo'siq Do'rg'ining o'g'li Sali degan kishi bu yurtning do'rg'iligiga belgilandi. Yelkinlari kang kelgan bu egiz bo'yliq, o'ri ko'z, qamsharliq, yapaloq yuzlik, seriq soqol kishi kichkidilla mijoz xulqi boshqacharak bola edi. Dadasi bu yolg'iz o'g'lini o'ziga o'xshash qari turik bo'lib qolmag'ay degan niyatda xatni to'yidan birar yil keyinla balamning go'shi o'zlarning, so'ngiki mening og'ziga ilm silib qo'ysalar deb shahardagi bola o'qitadigan mo'lla tuqini yori qariga tutib berdi. Balani o'qitib qo'yish badaliga yori qarining butun yillik go'sh yig'ini tog'dan avatib turadigan bo'ldi. Kichkina Sali o'ziga o'xshash 20-30 o'smir bolalar qatorida qishliqi qo'y terisi, yazliqi bo'ri ustida yukinib o'ltirib bir necha yilni o'tkazdi. Yazliq ta'til chaqlarida taqqa qaytmay mo'llasining sepil sirtidagi 3 etis yeriga ishlashib beradi. Uy ishlarida bo'lsa, mo'llasi bilan qushnashning qo'liga qo'l, putiga put bo'lib, hamma yugur yetim ishlarning hudisidan chiqadi. Uşaq so'zlik qushnashning arzimas ishlar uchun dixmarlab, hatto ba'zida qattiq chimdivilishtirg'imi chidab yuradi. Qur'on savodi chiqib, ancha-muncha xatni toniyalaydigan bo'lib qolgan kunlarning birida yuz bergan bir vaqa uni o'qishni tashlab ketishga majbur qildi. Bu vaqa mundaq edi. Sali bilan tang degudek maktabga kirgandan boshlab qishliqi qora maxmal ko'rpa, yozliqi zilji joynamoz ustida saboqdoshlaridan ayrim o'ltirib o'qiydigan bir payzoda. Hadislar yo'g'onchilik qilib saboqdoshlarini bo'zak etadi. Ammo darsda hammadan orqada edi. Bolalarning oldi Qur'onga chiqqanda u texi haftiyakni andila boshlagan edi. U bir kuni tanaffus vaqtida yong'oqdek bir parcha novotni ko'z-ko'z qilib, "Qo'ysinglar, eshak bo'lib meni 5 quloch yerga ko'tirib olsanglar, bu novotni shuningga berma" deb to'lashga boshladi. Shu arada go'mishroq kelgan toz chiroy bir bola uning oldiga kelib to'rt oyoqliq bo'ldi.
Begzada qaqaqlab kulib uning ustiga mindi. Bir chetda qarab turgan Sali o'qdek etilib kelib, Begzodani tapdada: "Otang seni o'g'il deb topmaganmi? Numus qilsangchi?" dedi. Begzoda Saliga mush otdi. Sali mana urdi degan deb uni ostiga besib olib, rosa dumbalayotganda mo'llisi uydan chiqib qoldi. Ahvolni uqib, Salini ikki qachat uribdi. Biroq ish buning bilan tugumadi. Shu oqshimi Begzodaning dadisi kelib, "Bu maktabda ya mening bolam o'qig'ay, yoki tog'chi tuqqanlarning bolasini o'qitib olsizlar. U shumtak o'qiydigan bo'lsa, uyni bo'shasizlar. Uy o'zimizga lozim" deb shanini chechib ketdi. Bu gaplarni anglab turgan Sali atisi tong etish bilanla mo'llisining uyidan chiqib taqqa qarab mangdi. Shu pul tarafga boradigan yo'lovchilarga qo'shilib uyiga kelib oldi. Ammo uyga kelish bilanla dadasining dashnimiga uchradi. "Hay, qara seni! Ot qilamdi, eshak qilamdi, sening nima qaring? Ko'zim qarig'u, quliqim sag'ru deb yurivasang bo'lmasmidi? To'limi beshing cho'ng bir nima bo'lamsan nima?" Mundoq ishlarni beshcho'nglik qilsam yomon bo'lmas dada. Bu suqtorga amdili 12 yoshga kirgan Salining bu gapini anglab, ish-ishidan xush bo'lgan bo'lsa-mu, hech nima demadi. Keyin al og'inlari yig'ilgan bir so'rinda kimdir birining: "Ey Dorg'am, dunyolikda bir tala o'g'illar bo'lib qoldi. O'g'li borning o'rni bor, qizi borning izi deb, o'g'illari jiqroq bo'lgan bo'lsa, urug'larimi kangrak bo'ladi" degan gapiga javoban mundaq dedi: "Ba'zilarning 7-8 dimi o'g'li bor. O'lim olg'usiz. Mening birli o'g'lim bor, ming'i bagisiz." Aradan uzun yillar o'tdi. Sali 30 necha yoshida dadasining o'rniga Shopulning do'rg'isi bo'lgandan boshlab, da'vo dastur ishlaridagi to'g'ri kasallik, fuqarolarni bo'zak etadigan ba'zi o'ktamlarga qattiq qo'lliqligi, hatto o'rda baylardanmi ancha tap tortib ketmaydiganligi bilan dong chiqarishga boshlagan edi. Keyingi kunlarda hukumat yomg'irlarining Shopul xalqiga selayotgan olvon yasoqlarini azaytish, sheriklarning zo'ravonligini cheklash to'g'risida yuqoriga bir necha qitim arz tutganligi uchun uning al ichidagi obro'yi texmi o'smaydi edi. Shunga alning himoyasidan ruhlangan Sali Dorg'a endi sheriklarning zo'ravonligiga tig'mi-tig' qarshi turishga jur'atli bo'lib kelyapti. Manglik Niyoz dal shundoq kunlarning birida Shopulga qaytib keldi. U Xo'janiyaz hojining salomini yetkazish va xabar qilish. Shuning bilan tang, agar vaqt yor bo'lsa, yiliqi jonon qizni bir ko'rib olish niyatida org'on charchig'ini unutib, to'p-to'g'ri uning uyiga bordi. Biroq Sali Dorg'aning ho'ylisi oldidagi tog' teraklarga bog'liqlik turgan cherik otlarni ko'rib, sal hayron qoldi. O'ylidan anglanayotgan varang-churunglar uning hayronligini texmo oshiribdi. U qarigir do'nanni bog'lab qo'yib ho'yliga oldirab kirganda, Sali Dorg'a bir muncha odamlar orasida qo'rshilib qolgan 3 sherikka qo'lini shiltib bir nimalarni da'vatdi. Bosh ko'zi yerilgan bir cherik taq yerda so'zilib yotadi. Manglik Niyoz to'pning orqasida turib quloq silishga boshladi. Xayr. Bu döram kangchilik qilay. Bu ish yana takrorlansa, mening korim yo'q. Al nima qilsa qilaversin. Sen birodar, bu gaplarni hamrohlaringga obdan o'ribpa. O'zingmi bilasan-ku. Biz haq, ahli ayollarimizga cheqilgan kishini bak yomon ko'ramiz. Mundaq vaqtda xun to'kiladigan ishlarning chiqib qelishi hech gap emas. Yilqi cherik bu gaplarni o'rishga boshlaganda to'pning ichidan kimdir biri varqiradi. Dorg'a aka, ko'ngli ko'ksillari daryodagi kang bo'lib ketibdi. O'zlar deganlari bilan men buningga chiday olmayman. Mubodi bu cherkinlar o'zlarining xotin qizlarini shundoq ani yasa, qanday qilurdilar? Voy fikam. Yelimo o cherkinni o'lgidek dumbalab, og'zi burnini qon yolg'on ishta qilib tashlabsan-ku. O'g'il bola degan shundoq bo'lg'uliq. Ammoza endi buningdan ibrat olur deyman. Dorg'a ras aytdi balam. O'tganga salovat. Hammamizga tinch bo'lg'ini obdan. Biz tinch bo'laylik degan bilan bu cherkinlar bizni tinch qo'ymayapsa. Bo'ldi qilinglar. Mava odamlarni aytishtinglar.
Yani kimdi-kim ayollarga çeqiladigan bo'lsa, endi şopulluqning pichiqi rahim qilmaydi. Cheriklari yerimchan holatda yotgan hamrohini otga mindirib, o'z makoni tarafga ravon bo'ldi. Shuningdan keyinla Sali Durg'a va boshqalarning ko'zi Manglik Niyozga tushib, uning bilan qizg'in ko'rishgach, hol ahvol so'rashga boshladi. Manglik Niyoz o'zining nemishqa qaytib kelganligini qisqacha aytib, yiliqi dangda ko'rgan bilganlarini g'azab bilan tafsiliy bayon qildi. Xalq to'pi olli to'vi deyishib, uvusi cho'vilib ketgan hasallarlardek g'o'ng'ilishib ketdi. Sali Durg'a o'zini bosolmay, shalong seriq saqlini siqimdab, Astagfirullah, astagfirullah degan peting uyan-buyan mengishqa boshladi. Mana o'zagi tinchlik, dedi kimdir biri boyiqi mo'ysipit kishiga ho'miyib. Darvaqa boyiqi dangda cheriklar bulab ketgan tugilarning ikkisi mushu mo'ysipitning bo'lib, 5 tugijining biri uning o'g'li edi. Endi qanday qilamiz Durg'am? Sali Durg'a hech nima demay, o'ylining chap qo'l tarafdagi xos mehmonxonasiga kirib ketdi. Xalq to'pi parishon holda tarqalishdi. Boyiqi shum xabar birdanning ichida butun sho'pulg'i chaqmoq tezligida tarqalib, hamma kishi musibat qorliqidek ig'ir qayg'udi edi. Demisimi, butkul elning yarim yillik o'ziqi qo'ldan ketgan edi. Yiqilishib kelayotgan qora qishdan qandoq chiqquluq? Yomulg'i tutib ketilgan 5 kishining taqdiri nima bo'ladi? O'tni lopqut qilishgan tugilarning egillariga nima deb javob bergulik? Baya xalq to'pi tarqalishga boshlaganda, Manglik Niyoz Sali Durg'aning qishqargan ovozini anglab mehmonxonaga kirgan edi. Sali Durg'a deg'ijili saqilini siqindab, kang taygoqda uyan-buyan menib yuradi. Uning chiroyi xuddi bulutliq osmondek tutilib, ko'zlari o't yenib turgandek ko'rinadi. U qapqini solgan beti Manglik Niyozdan qumuldagi ahvollarni tafsiliy so'zlab berishni talab qildi. Manglik Niyoz suv qovuqdagi tuz vaqasidan boshlab, Xo'ja Niyoz hojining nazarband qilinganiga qadar bo'lib o'tgan voqealarni yipidan yengmisigacha so'zlab berdi. Sali Durg'a hamma gapni anglab bo'lgandan keyin ulug' kichiktinib, Xayr, uyingga berib, demingni ol. Balam, dadangga salom aytib qo'y. Manglik Niyoz ho'ylidan chiqayotganda, qandoqdir bir sehrli kuch uni kechkisidan tortayotgandek qadamlari ig'irlashib orqada qilayotgan shik peshayvonlarga ixtiyorsiz qaraydi. Shu topda haliqi jonim qiz hujursining ishkini qiya ichib, xuddi bulutlar orasidan kulib chiqqan to'lin oydek jamolini bir ko'z tutib qo'ygan bo'lsa, mening 1 yildan buyon judolik o'tlarida g'alvirdek teshilib ketgan yurkim bir oz shifoliq topatdimikin? Baxtga qarashi, qizning o'zi turmoq soyisimi ko'rinmadi. Manglik Niyoz qarigir do'nanning chulvurini yeshib o'tib, qo'shni o'yinlarning o'gislarida oftobga yoygan kurt, ijigay, ko'muqonoq boshlarini yig'ayotgan qiz juvonlarga bir qo'ri sapselib chiqdi. Ularning orasida bu janon ko'rinmaydi. Uningga nim bo'ldikina? Og'rib tortib qoldimikin? Yoki tuqqanlardan birarining uyiga ketdimikin? Atsi Sali Durg'a o'z o'g'lini hamroh qilib, shu kechsilan shaharga yurib ketganligi to'g'risida xabar tarqaldi. Amdi shu pulliqlar bu ishning oqibatini kutmaydi. Har kim har xil mulohizalarda bo'lmoqda. Namoz peshinga yig'ilgan qiyralar orasida gap so'zlar texmi ko'prak bo'lyapti. Durg'am bak aldirab ketibdi. Mijazi chus odam. Yomildagi dorillarga qattiq so'zlab qo'yib, balaga qolmag'iydi. Shu cho'panchig'ida podini bo'ridan qo'g'daydi. Yurtning otisi bo'lib turuqliq, unchilik qilmiz bo'lamdi. Durg'am nima qilsa qilsin, to'gillarimizni tinch aman yandirib kasib bo'lgani. O'zlaza tugining g'imidili qaptilar. Bizning o'g'ilni demandilar. 5 bolamning ichida bir talla o'g'lim shu emasmidi? Bo'ldi qilisizlar. Xudoyim bergan azizlarim. Har kim o'z g'imida, qeri qiz ar g'imida deb
birlari to'gillarning, yana birlari o'g'illarning g'imini yegicha, hammaylan bir yoqidan bosh chiqarib, yurtning g'imini tang yesak obdan bo'lurmikin? Qanday qilamiz deydilar Margan? 5-10'imiz atlanib, Dorg'amning keyindan borayli. Yo'lak tam yiqilmas degan gap bor. Biz yo'lak bo'lib tursak, Dorg'amningmi tili uzun bo'ladi emasmi? Onda qilg'icha Agal Yusuf Tejiga arz tutsak bo'lmamdi. O kishi yurtning otsi bo'lgandan keyin qarab turmas deyman. O'zlar nadiga gapni qilyaptilar. Bizning manglikning aytishicha, Yusuf Tejimo qonati qirqirtilgan qarchig'iga o'xshab qotdidak. Cheriklarning cho'ngi Liu Sijang degan bir nima ordu palganlarini taqib o'tib, yaroq jabduqlarni ochib ketibdidak. Palgan bishi Xo'janiyaz hojining put qo'lini tushab qo'yibdidak. Shu gaplardan keyin tulum chashqan qo'lini shirtib, qaynoq suv ich, ko'ngil tinch deb tikan. Bashtirgam ketsimi ketsin. Men hukumat bilan ichadigan ishlarga aralashmoqdakman. Qolganlarmi bir ishkilab tarqalishdi. Bizning qo'ypaydimiz. Qachongacha tugining mayqida kechilib yurmizkin tong. Oradan bir necha kun o'tganda, So'loqdagi 5 kishi bilan Sali Dorg'ining o'g'li qaytib keldi. Ularning aytishicha, yilqi un bilan tugilarning pasholik qilingan bo'ptimish. Sali Dorg'ini bo'lsa, shu pulga olvon silingan oshliq va o'tin samanni topshirmag'icha ketmaysan deb Liu Sijang yomulg'i so'lab qo'yibdimish. Bu xabarlar elning ko'nglini yorig'i tuz sepgandek beorom qilibdi. Biroq qanday qilish lozimligini hech kim bilmaydi. Oxir Sali Dorg'ining ayoli, ya'ni egiz bo'yliq, qang'sharliq, chiroyi oqsuzuk kelgan Niyozxon og'acha biror yaxshi chora tepilib qolarmikin degan umid bilan yurt cho'nglarini uyiga chilladi. Ularning orasida tulum chashqanmi bor edi. Qeyri xizmatchi dasturxonni yig'ib bo'lganda, Niyozxon kalbutun jiyaklik qora to'qovi do'ppi ustidan selib olgan oq toki lechki bilan yuzini yerim yopgan holda mehmonlarning oldiga kirib ta'zim baja keltirgach, supining girvigida singaryon o'ltirib gap boshladi. U ayollarga xos tortinchoqlik bilan yo'g'on ko'zlarini yerdan uzmay, amdili ishga yig'iz gap boshlashiga tulum chashqan uning gapini bo'lib mundoq deydi. Demisimi, Dorg'amga yomon bo'ldi. Yurtni deb so'loq tushib qoldi. Ammaza shu pulliqning 6 oy ishlab topqinini to'gillari bilan qo'shib pasholik qilib ketgan tursa, endi Liu Sijangga nadiki ochliqni bagidakmiz. Yer degan sig'in inak emas, kunda sig'iyversa bo'ladigan. Rost aytdilar. Amsa bolalarning dadasi so'loqda yetavergaymi? Ochliq bo'lmasa, boshqa biror iloj bo'lib qola. deb ko'z yishi qilishga boshladi Niyozxon og'acha. Tova supi aka, shengen taqdi kiyik yatmabdi deb, bu yurt cho'nglarining qiliqini qarmamdigan. Men ularning yuzida tuki borligini bilmabdiman. Dorg'amning peshiga kun tushiveri, o'zingni bil, o'zgini qo'y deb, hammasining yoqiga chiqib olganini qarasizlar. Hech vaqasi yo'q. Bir necha odam undaq qilgan bilan el yurt bor emasmi? Haqiqat egilir sunmas degan gap bor. Dorg'amning ishi haqiqat. Xudoyim mushkulni oson qilur. Shundoq kunlarning birida Shopuldagi cheriklarning boshlig'i Jangjisa yiliqi qaraqash qizni so'ritib Niyozxon og'ichining oldiga elchi kirgizdi. Bu qiz Sali Dorg'ining qizi Oynisaxon edi. Elchilarning aytishicha, Niyozxon og'icha qizga choy ishtirib qo'yishga ma'qul kelsa, Sali Dorg'ini so'loqdan chiqarish, pasholik qilinib ketgan un bilan tugilarni qaytirib kelish Jangjisaning qo'lidan kelar emish. Hatta qizning to'yligiga shopul bo'yicha hammadan bo'liq hisoblangan terilg'u yerdan 30 mo yer berishga rozi emish. U maydisiga mushtlab turib, Liu Sijang, mening yurtliqim, aramizda tuqqanchiligimiz bor texi. Onunga har nima deb gapimni yegizalayman, deb demish. Jangjisaning o'z ismi Jangoho bo'lib, shopulliklar uni jisolik mansibi bo'yicha Jangjisa deb ataydi.
u bir necha yildan buyon Liu Sijangga tayinib, Shopuldagi cheriklarga boshliq bo'lib olganning ustiga, Jinshurin hukumati terilg'i yerlarni mo'g'i elish siyosatini yo'lga qo'yishga boshlaganda, to'polondan to'g'ach o'g'irlab, Shopulda 100 necha mo yerga ega bo'lib olgan edi. Uning ustiga aholi quyuq joylashgan mahallada aroq sharob, abyun tamaka va milishmon sotadigan bir do'kon ochib, bir pullik molni 5 pulga setish, jazoni qilish yo'li bilan alohida beyib, har oyda degudek Liu Sijangning og'zini maylab turadi. O'zi bo'lsa, bo'yniga qo'ng'iroq esilgan qora ko'ki ishtini agashtirib berib, to'y mashrablarga chaqirilmagan mehmon bo'lib boradi-da, biror tuzukroq ayolni ko'rsa, uning ko'zining ichiga kirib oladi. Bundaq chaqlarda hadislar 15ga tushib oladigan chechini oltin uzuk salgan qo'li bilan yuqoriga tarab qo'yib, g'alati qiliqlarni qiladi. Kunlarning birida uning ko'zi Oynisaxonga tushib qoldi. Shuningdan boshlab u qizg'i soyidek agishib olib, chala buli o'rganib olgan bir necha ig'iz uyg'urcha so'z bilan gaplashlaydigan bo'lib oldi. Biroq Oynisaxon uningdan xuddi olvostidan qochqandek qechib, hatto to'y mashrablarga bormaydigan bo'lib qoldi. Jangjisa qanday qilishini bilmay turganda, Sali turg'ining beshiga hiyliqi qora kunlar kelib qoldi. Jangjisa endi uning osonlikcha qutulolmaydiganligini bilgachga, fursatni g'animat bilib, Niyozxon og'ichining oldiga elchi avatgan edi. Elchilarning biri bo'lgan Bombi Saqal imom gilig'i bir nima turib qolgandek qattiq yutilib elib, "Gap shu, og'icham, bizdan hargiz yomonlab qolmasinlar. Elchiga o'lim yo'q degan gap bor emasmi?" deb so'zini tugatdi. Zadovol tortib olgan tomga yo'linib o'ltirgan Niyozxon og'icha allaqachon hushidan ketgan edi. Shuning uchun uningdan hech qanday suvon chiqmadi. Elchilar birdan o'ltirib beqib, oxiri kashlarni kiyishdi. Atsi Jangjisa ularni yana avatganda, Niyozxon og'icha o'rin tutib yetib qolgan edi. Qeyri tevib o'pka ishqi bilan yurak sanjiqiga doğru bo'ladigan tog' o'simliklaridan sharbat tayyorlayotdi. Jangjisaning Oynisaxonga elchi kirgizganligi to'g'risidagi gaplar shu kunlar hamma mahallalarga tarqalib ketdi. Bu döyizlarning qilmig'ini shu qopdimi endi? Buning jojisini obdanroq berib qo'ymasak, atogin birdan cherikni uyimizga akirib qo'ydigan o'xshaydi. Hay! Bu paylangdan yolg'iz otning chingi chiqmas degan gapni anglamaganmisan? Dedi Manglik Niyozning dadasi so'pi margan o'g'lining qo'lidagi pichoqqa esilib. Dorg'an o'lgili ketmadi. Agal u kishi kelsin. Hech nimadan hech nima yo'q. Pichoq ko'tarib chiqqaning nimasi? Kunlar, oylar o'tib ketdi. Niyozxon og'icha texichlar o'rin tutib yotadi. Rangi ro'yi o'chib, shahlo ko'zlari ichiga o'ltirishib judab ketgan Oynisa qiz qishning uzun tunlarini onasining yenidan bir xerishmi dolchamay ham qayg'uda o'tkazmaydi. Shundoq kechalarning birida Niyozxon og'icha Oynisa qizning chiroq yo'rqida bir nima tikayotganini ko'rib qilib, yostiqdan beshini asta ko'tarib sinchilab qaradi. Qiz onasidan yo'shirgandek qilib aranchi do'ppiga kashta tikib o'tirdi. Uning oldidagi kichkina bo'g'chadan rangarang mashit yiplar ko'rinib turadi. Bu Manglik Niyozning uningga akelgan yiliqi bozorligi edi. Bechora qizim. Ajabmi taliyi sho'rliq bola bo'lib qoldi. Ya, bu qizim Manglik boladan ko'nglini o'smadi. Yoki dada bo'lgan kishi qizining ko'nglini demadi. Er kishi deganning ko'ngli shuncha qattiq bo'ladi ekan. Tova. Ay, bu erkakni ularga obro'y degan cho'ng bir nima ekan. O'zimizga loyiq kishi bilan qudishmasak bo'lamdi deb turib olganini qaramamdigan. Shu pulliqdan hech kimni ko'rar ko'zi yo'q. So'pi margan qo'li qisqa bo'lgan bilan el yurt ichida yuzi bor. Xonga ismi yaraydigan so'zi bor odam edi. Uning ustiga
Qizim ularning uyiga borsa, uni dushkanlaydigan qiynalishim yo'q emasmidi? Xudoyim, biz xotin haqni to'limi ojiz yoritdik. Qish oxirlashib, bahor boshlangan kunlarning birida Sali Durg'a so'loqdan bo'shanib chiqdi. Biroq bu ish uningga oson to'xtamagan edi. Qumul mo'tavarlardan Hasan bola hoji, Yusuf Tejbegning o'g'li Mahbub bey, İsmail Datu boshliq kishilar yuqori tuvan qatirgandan keyin Lyusijang Ondaq bo'lsa, Sali Durg'a hukumatga bo'yin tovliq qilganligi uchun jarimani hisobida 3000 sarf pul, 20 dadan ochliq, 40 ming jing saman, 44 ming jing o'tin yig'ib topshirsin. Haliqi un bilan tugila qaytarilmaydi. Sizlar buningga kepil bo'lsizlar. degan shart bilan uni so'loqdan bo'shatgan edi. Qiziq yeri shuki, Yulvas Men kepil bo'laman deb maydonga tushganda Lyusijang ma'nilik kulib qo'yib darhol rozilik bildirgan edi. Sali Durg'a bo'lib o'tgan xopiliqlarning dardi va bu ig'ir jarimanining xiymi bilan o'g'zi qaynab o'ltirganda Jangjisadan yana elchi keldi. Elchilarning aytishicha, Sali Durg'a ma'qul bo'lsa, Jangjisa bu jarimanini yurt ustidan ko'tarib o'tishga kafolat bergudaymish. Sali Durg'a bu gapni anglagandan keyin o'zini ming tasda tutib olib, rasman bir ohangda mundaq dedi. Jisaning himmatiga rahmat. U aralashmasimi? Yurt bo'lgandan keyin bir nima qilurmiz. Jisaga berib aytinglar. Bultur tayoq yegan cherikning ahvolidan ibrat ilib, yomon niyatidan yong'ay. Yurt bo'lib, biz musulmonlar toiflarga qiz berib boqqan emas. O'zlar imom oxun bo'lgan ekan, bizning din shariatimizni, ota-bobomizdan qolgan urf-odatlarimizni Jangjisaga obdanroq tushuntirib qo'ysalar. Voy Durg'am, meni tushuntirmadi edenlar. Biz mo'tanlikda qoldik. U yan tasaq harva sunudu, bu yan tasaq öküz o'ladi. Buning bilan hammasi beshimizga kelgan bir deshivorchilik desalar Durg'am. Ondan imom bir yo'tilib olib, shundoq emasmi dedi yenidiklarga qarab. Jangjisa Durg'aning javobini anglagandan keyin to'liq qurollangan 5 cherigi bilan Sali Durg'aning uyiga osilib ketdi. U o'ylining o'ttirsida turibla tulki yoqiliq mashrang harbiy paltosining bir peshini qayirib, bel tasmasidagi tapanchaning sepini tutgan holda chirqiroq ovoz bilan to'ngchisiga mundaq dedi. Bizda yumshoqni yemagan qattiqni g'ajilashga qoladi degan gap bor. Durg'aga ayt, qattiqni g'ajilayman deb tishidan ayrilib qolmasin. Jisa janoblari, anglitib qo'yay. Bizdimi numusingni bagicha, jiningni ba degan gap bor. Tishimdan ayrilsam ayrilaman, numusimdan ayrilamayman. Yaxshisi, u yerlargacha berishmayli. Shu gaplardan keyin Jangjisa talvilacha qaqoqlab kulib, "Xap Salih, xap. Shu ativarli qizingni olmag'inimni bir ku. Sana qiz bagicha o'lganim yaxshi. Bir qo'shiq qinini ichmasam, Salih bo'lmay ketay." Bu qiz majrasi to'g'risidagi gaplar bir necha kun ichida shu puldan eshib, xotindan, boy, odoq, ori turk, nom, turkul, nerinkir qatorliq yurtlarga anglanib ketdi. Hamma kishini degudek vahima bosdi. Majraning nima bilan tugaydiganligini hech kim qiyos qila olmaydi. Sali Durg'aning o'zimi qanday qilishini bilmay qoldi. Uning yaqinlaridan yashinib qolganlar, "Sabr qilsizlar Durg'am, Xudoning ko'zi bor-ku" deb tasalli bersa, Manglik Niyoz va uning tangtushlari mushtlarni tugib, tishlarini g'o'chirlatdi. Amdili o'rnidan turib, ancha-muncha medirlayalaydigan holga kelgan Niyozxon og'icha bo'lsa, qizirib ketgan ko'zlarini opsidan qochirib, o'choqni ko'lab o'ltirgan oynisa qizning g'ozongdek so'lishib ketayotgan chiroyiga g'amkin qarab, "Ya bir, yo'chili zamonlar bo'lib ketyotidi u. Durg'a tatisi ta'tirlik qilmay, bulturli Manglik Niyoz bolaga ma'qul davatgan bo'lsa, bu kamgacha bir bolalikmi bo'lib ketarmidi ekan? Manglik Niyozning
Lati ayibini demasa, oti ayibi yo'q edi. So'pi markanlarmi qo'l ilkida bo'lmagan bilan halol kun kechirdigan tuzik odamlar edi. Ba'zisi maqlikni deyman degan, ko'nglida shaytoni yo'q, qaddi qomatini kelishgan. Kuy o'g'limiz desak, hammaning massiga keladigan bola bo'pti ekan. Endi u yer yutqurchi sadan qandoq qutularmizkin ta. Yili bo'lsa-mu, qizimizning choy uchirib qo'ygan yeri bor edi deb aytqizib qo'yib. Bugun atila manglik balig'i nikoh o'qitib olsak bo'larmikin? Niyazxon og'acha ana shunda xayollar bilan asta mehmonxonaga kirdi. Sali Durga mo'rig'i bir tal, yarim tal o'tin tashlab, qapoqlari silingan holda xiyol surib o'ltirdi. Niyazxon og'achining gapi tugar-tugumayla o'rnidan dasturdi-da, tal-tal chichilib ketayotgan seriq soqolni siqindab mundoq dedi. Hay, xotin haqning chichi uzun, aqli qisqa degan gap rost ekan. Sen nimani bilatding? Uning ustiga haliqi Jisa degan do'yizning paylini ko'midingmi? Endi bo'lar ish bo'ldi. Men yeydig'inimni yedim, kiydig'inimni kiydim. Shonaqstvan o'lgandan keyin do'rg'iliq deganmi, ataqti bor, sanoqti yo'q bir nima bo'lib qoldi. Endi meni tortishadigan hech nimam yo'q. Sizlarning rizqinglarni Xudoyim berur. U chirkin yana bo'sog'imga darib boqsin-chu, ko'rdig'inini ko'rdi. Noy kelsa, mushu jinimga kelur. Shuning bilan gap tugadi. Jangjisaning nima qilayotganligini hech kim bilmaydi. Yurt ichimi jimjit bo'lib qolganday bilinadi. Eriq o'stanlarning yuzida marvoyitdek parqirashga boshlagan tunji agiz suvlari muborak Nuruz kunlarining yetib kelayotganligidan derak beradi. Xudoga shukr. Qo'sh chiqadigan kunlarmi kelib qoldi. Bu yilmi ikkimiz lab qutlashamiz a? Shundoq, al tinch, men tinch deb. Ilohim, al yurtni tinch qilg'aysan. Biroq ularning kutganidek tinchlik bo'lmay qoldi. Tushga yaqin bir chaqda sayyora mol sotquchining dumbiqi daranglab qoldi. Pakar qari cho'qur bir kishi beshiksimon ikki so'ziq sanduq ortilgan quyrug'i cho'loq qari baytalni yetilib, sepig'i qizil yeshil latalardan to'pik taqagan qo'l dumbiqini daranglatgan peti Sali Durg'ining darvozasi oldidagi maydonda to'xtadi. Uylardan xotin qizlar, bolalar chiqib uning atrofiga yig'ildi. Ularning orasida cho'nglarmi bor edi. Sayyora mol sotquchi sanduqlarni chaqqonlik bilan ichib, mollarni yoydi. Shuncha mol dunyolar turib, bulonchilik qilishga izzat tortmadilarmi? Numus. Ortiq davlat boshni yarmabdi. Bu nima qildik, ha? Kimsizlarni